Apa? Bugün bu dükkandan mundaq bir meyveni alып baqtık. O galite meyvekenna. Xalitke şu. Biz faqat yapaqmaptık bunu. Bunun ismi Kiwano. Japonca Amerikasan Kiwano deb Amerikada pişqan meyveken bu. Kırama yarışım Japonca ismini Kiwano da biz qoyuptu. İngilizce şu Kiwano deb yazdık ya şu qarab baxsam. Kiwano deydigan tarixaməklər ailəsiga təvə ekan bunun. Şöyle düşün gör baxsan. Noca bir xil bunu bek çan tutat mağa tikellik yapıp boş tutmayın xilal sancı getmişsin. Tikellik mi ki? Mesela tikellik. Mesela küçüklen bir meyve turuptu 999 Japonya'ni. Başka şosu Mongoliz koyla etrafıda Mongoliz Japonya etrafıdaki meyve ki. Ma an tikenkenna. Xil kıymet meyve ki hem de. Qandaq meyve bu? Kıymetligi bakıp biz yaxşı gördüğüm meyve çıqamı yoki qandaq meyve çıqan köp baqayla. Bulamdı. Bu xilali sancıydıgan xili obdalı sancıydıgan siz yalnız qaraydıgan balam. Mavcu tikelleri ravur sancıydıgan pişaqda men qılay balam. Ne qoqayli qane bismillahirrahmanirrahim. Mevcu kanı. Kes baqayli. İsmi Kiwano ekanji bu. İsmi saladı. Kanda da. Oy xili çünkü bu. Müş pişqini mekin. Bu Afrikada mı çıqdı ekan, Amerikada mı çıqdı ekan? Aş taraflar çıqdigan meyve ekan. Hiç qandaqdı? Amerikadakiler yamıqkan bu. Amerikadakiler yalnız çok Afrika. Deşe suyaq ketdi bunu. Peki Bu. Şu. Qaqaqaqan. Ya kesilmep tutdu. Wow. Çide şeкен go. Çide şeкен. Bıçı. Mesela uruqun yeydiken bu mümkün. Sizlerge ma işki nemege şunaq apıp baqaya ma. Uruqun yeydiken mi? Siz yalnız qaraydıgan tatlı kızım. Peki uruqun yeyimiz. Bunu yeydiğini şu uruq ki bunun meyvesi. Bu meyvenin yiyiş şekli ki şu uruqun yeydiken. Bu Kiwano deganni uruqun yeydigan meyve ekanmış da qıpılçıq. Bunu təmini hiçbirimiz uqmaymiz şununğa. Həmmimiz üçün tunci yiyiş buldu da. Məşəcək əpir baqay qandaq oldu ki. Səfira qızım sizgima. Sen de bana siz kişi işki umaq qoşuqdan çıxın ekran mı? Maqlar. Ankin qandaq yes qıldыңlar, yap bolğandikin bunun təmi qandaq kin bizge yes qılğanlar dep birsizlərmi? Kiçik maquşuq. Bişi? Kiçikən qoşuqlar. Yapıla qoşuqlar kirəm kəsə mə buqda. Biz meytib yapıqınlar qını ayda oturup yapıqınlar çıxqınlar. Qandaq çırayınlarda qandaq hissiyat payda olub keçigəndə. Qanaqə? Bek tatlaqkan. Ha, açdama? Yaxşıkan bundan sən tatlı olsa. Ben bunu kocaman zeli deyilənəsi oxşaqalıqan. Bir açıq çiçikkan. Biz açıq çıxmam ki, təmin. Tadamız ləmən qıpaqaya. Acaba majan mujun uruqulukuna bunun. Bu uruqunun nemisi qattiq emasmi ki? Chiqirib tisga ketadigan qattiq emas, yil ketadiganmi ki bu? Hech qanday his qilmaydigan ekan. Mana muşta dasha suluqkan bu, ha? Bu açıq çiçikkan. Biz açıq chuchib altam bakanda. Qatgan yegim keldi. Siz yaxshi ko'rdingizmi? Sizchi bilan? Açıq çiçik bo'lib yegim kelmadi. Siz ham yaxshi ko'rmagansiz? Dengesimi eskimaysi dengirde ekan. Bunun tarkibidagi kalsiy, yamirma deb necha xil foydali tarkiblarni yez qo'yib keldik, tafsili ko'rib boqay. Foydasilarni nega chiqin. Dadangizlar meni tep boqaylik. Tepqin qana. Buni endi biz hammamiz tunji boqamaymiz bo'lgandan keyin tep boqmadik. Qalam dada. Qalam. Uruqni yes qildim naqlan. Dadasi siz meni siqpiqni yaxshi ko'rsak ekan. Qalam apa? Açtama. Uruqni. Tep boqay. Bismillahirrahmanirrahim. Tep boqmanda. Gayet günah. Ne dadam? Dadamız iş baktım. Ne müştakaycı?
şey kesleyemedim. Ben bir narsa o'xshatdim lekin nimaga o'xshaganini uqmadim. Nimaga o'xshaykan? Küçük balbamdor. Yok yok. Bu tarxabakka o'xshadi. Mana ichida jiqroq urug'liq qilib qo'ymizlar, samirib yo'g'ona ketgan tarxamaklar bo'ldigan. Yani bir narsaga de şey ketadi. Başlama. Hem biraz yapacağım. Ma'qul. Bana bir nasıl okşattı dua. Men ancha yaxshi ko'rib ketmayapman. Ne yapar? Men ancha yaxshi ko'rib Bana ketmayapman. tutmayken ne Buradaki yapar? evler bir yapıyorsun falan ki. Ha, lekin bu men shaxsan men tavsiya qilmaydigan meva. Ben paylıklısı tavsiye kıldım. Şuradan çıktı. Qanchalik foydaliligini yo'qmadim, tavsiya ko'rmaganga tig'ichi. Balkim foydali yerim bordu, lekin bu bek yaxshikan. Zodi deb tavsiya qildigan darajada emaskan mening tamtetishimda. Zarina qizim, amra xushmabsiz? Sizning tamtetishingizni siz do'stlaringizga tavsiya qilamsiz bu mevani, Zafira qizim. Bu kattika yesak o'g'day deb tavsiya qilamsiz yoki mush biraqtim tet qo'ysizlar bo'ldi qo'ysizlar deb qandaq deysiz? Bıraktım tek koyup bulduk. Ancha yaxshi ko'rdingizmi? Yana bir qitim mush mevani do'konda ko'rib, "Yamsiz balam alamdoq" desak siz yoq deydiganimi, alayli yeyman deydiganimi? Acı aşkı buldum. Başka alayım. Ha, o'zingiz yemaysiz lekin achingiz yaxshi ko'rgan va sizchi Zarina balam o'zingizning do'stlaringizga bu mevani tavsiya qilamsiz? Kivano degan mevani. Yapaqmag'anlar bu yaxshimikan desa qandaq tasvirlab bersiz? Aşkım ben yapakan hem çok bir nasıl okşattı diye nemligin bilmeymeliyim. Şu yapakanlar değil mi? İşte işte tavsiya qilamsiz. Tushundim. Bizda buchu urug'lari shu nimaga o'xshab qoldi ekan, kavanikiga. Haqiqatli bu yergizmi yeyamigidekman deydigan darajadagi yaxshi emaskan. Bo'ldi-kamdi. Tamam zeriyle gel. Amışda ilib g'aliti bisimi bu mevichi va yigil bo'lgandan so'ng ilib yeb titbiqib ham bu bundan eskanda deb baqqanga yetmaydi shu. Ashtaqqa kivano degan meva, mushundaq mevaga mana avassa urug'lar ichchi mushtol bo'lib qoldi ekan. Biz yapaqmagankin hayron qolib apaqdiq. Yapıp yaxshi ko'rib ketganlarmi bordu qachon, ha? Bunlar en siyerikli ama o ya ki. Yeşillarmi bor aka? Meyalari-chi. Abay to'rda chalpichoqli tepsili ko'rmadim, qanday yeydigan ko'rib boqay deb. Qarsam yeşillarmi bor aka? Bunlar arasında böyle mükemmel tanım. Rasulullah. Bu şu tarxamak türüge təvə, tarxamaklar ailəsiga təvə aşındaq yeməklikən. Bunca tikəlik tarxamak deb mata qoyduq. Aşda ataş usulum baka. İsim nem qısam. Şundaq qilib bugun ilib ko'rib baqdiq. Kivano degan mevani. Yapaqdiq. Bo'p qoldi ekan. Acayip çokum yapaqsanlar buğdek deb tavsiya qildik darajada emaskan. Chunki Ben yapıştırdım. qimmatga emasmi bu o'ziga baqqan chog'da. Shuningga acayip ta'mi bek katta ekan deb tavsiya qilinmaydi. Yaxshi ko'rganlar shu. Bir tit biqib yaxshi Dört ko'rsa. olsak yine $10 Shu ha, $10 taraf qildik. Men qimmat emasmi bu meva? Şu. Shuningda to'g'riliqniki yo ochiqroq bo'lishi kerak a. Ashta ko'rib baqdiq. Okey. Ha, bir qitiraqdim tetib ko'rib baqsaqdek yaxshi ko'rdigan mush ta'mni yaxshi ko'rdiganlar. Ha, katta ko'rib yaxshi ko'rib yeydi qachon yoqtirib. Mustaqil Pakistan ketgan bu. Tishi. Naqla uruqni chiqarib sizda. Tep baqandiq. Tep baqaydi deydi. Bu Yaponning havası maskelib o'sami u, ha? Sizlar baqandiq. Tarxamak kitaba bo'lgan kim? Afrika sıfırka. Yaxshi yoqqa qo'yaylam so'rqimjim bo'laman. Kivano degan. Uni uyg'ur ismini bilmasak yaxshi bo'ladi. O'xshashli kivanolarimizniki ya. Qıran. Bizning aytimizda yo'qmi ekan bu-chi? Qıran suyu tüketdi. Suyu. Suyu yok gene. Ben suyu kandak tatmadım. Ashta o'xshash ta'm bo'ldi-da, abayslar yegan suyu bor-ku. Qalamni urib.
Kurusa bakmak istedik ya. Bu mevcu. Nima? Bunda yeşilleri de pişmağını bulduk endi. Boşuna okşaş. Galifkini mayayla birleşse badekler. Apelsini rang ketgeni haqiqiy pishib bo'lgan bulduk. Agar do'konda olgan yeşil chaqda qolsa, buni uyga qo'yib bir necha qo'ysa bu o'zligidan shundoq Mayda urug'lar qilib qoptu. odatdagi to'g'lab qo'ysam uy temperaturasi qo'yish uchun asta-asta rangi shundoq o'zgarib pishir ekanmish. Pishadigan bu. Asta yezgib. Qarang appa. Avgadırğımı o'xshab Qarang. Uydagi temperaturada. Endi buni xeyli uzoq saqlab bo'lgan meva bu 4-5 kun degani abayli saqlab bo'lgan bo'lsa pishib bo'lgan ekan. Uy temperaturasi dilamchi. Uzoqroq ko'p vaqt yeshildirak vaqtida ekilib, uni pishirib qilmoqchi bo'lsa, bir oyda saqlab bo'lgan meva deb his qo'yibdi. Teşekkür. Qancha kun pishirgandi? Onga xeyli vaqt ketadi. Bu shuni qaraganda kuzda pish. Bu qishning mevasimi? Bu parnik pishgan meva. Qanday meva zada? Onu ko'mabdimi? Bu yomg'irsin bakın. Sunuli gavuri ekan. Şu sınav degan şu tikanlik. Bundan keyin tikanlik tarhamak degandek bir gapgan bor deyapti. Samirgakdan tarhamak? Samirgakdan tarhamak. Tarhamak tikanlar bor bize. Sirtidan ko'rinishimda g'alita bo'lgan keyin. Qayragan qo'rqinchlikdan. İşte bu. Buni liqimda tiz qo'yib masalan ko'k vaqtida bir oyda vaqt saqlab bo'lgan asta-asta rangi shundoq apelsindan bunu Pishqoq vaqtda uzib olgandan keyingi gapda. Tunjaqdan chiqarganda. Buni işte bunday qilib tizdigan narsalarga o'xshash ish bo'yib sipitida shundoq bezak sipitida tiz qo'ysimi, tiz qo'yishga mishiltadigan yerlar bor deb his qilibdi. Yemeklik uchun emas, tiz qo'yish uchun mishiltadiganlar bor deydi. İşçinin hammasını niye ölüp? İşçinin hammasını niye ölüp? Onun işçini kurutup dıp kaldırılıp olmuş. Ben oturuşki başkanken keyin işçini hammasını pak şuna evitib, şunun özüge, yani o bu başka mevdek, o başka narsalarni silib, bunu bir Kompüterlik. nima o'rnida, qachon o'rnida ishlatsanlarmi chiroyli turdi debdi. Shu vaqtni o'zida emas. Yuvib qayta ishlatadigan emas. Shu vaqtni o'zida-chi masalan. Kızkarlıkka. Qanday turilgan, turilgan boshqa? Ya misol abay masalan ayrim chiniga berdim-ku. Aşı chiniga bir avilib turma, pakiz bu ketdi-ku. Ab chiniga qo'yganim shuni o'zigidan ko'pdiriblar, shuni o'ziga qo'yiblar. Qani marhamat deb. Oldingizga qo'ysam buldu demekçi. Kaç o'rinda ishlatgan bo'ldi. Ha, kompüterni qo'ysa? Hay. Kompüterni qo'ymaydi menimcha. Macha qo'yib. Yiyip surtup. İşte sırtı qog'oz bikitadi. İşlatmaydigan qog'ozda. Unda qiltonlar demakdir. Damalliqqa ishlatsanlar chiroyli bo'lgan keyin deyildi gap. Qo'rqinchli keligi mayalari. Qurtladiklar, qurtdiklar. Semir ketgan tüklik qilib. Ashtaliklar gördingizmi? Semir ketgan tarhamak. Tirpiqaylar deyildi. Qayri tarhamak. Qanday daraxt bo'lib chiqqanda? Daraxt bo'lib chiqsa, bo'lganmiz. Tishni qo'ysak, hozir qishning havosida bek qurg'oq bo'lgan keyin quruq qilish mumkin. Quruq qilsin, ma'qulmi? Qo'yib qo'yib shu bilan taqsak. Tikanlik qo'g'im deb qo'ygan. Tikanlik qo'g'im. Tikanlik qo'g'im. Uruqqa o'xshaydi ekan, uruqqa. Lekin kichik emas. Kichikgina. Apa? Qo'g'ini uruqqa o'xshab. Apa? Nima bilan? Qo'g'ini uruqqa qavni uruqqa o'xshaydi ekan. Kavni uruqqa o'xshab. Qavni ishil. Kavninki shu rasmiy terish uchun uruq qilib yemeklik uchun emas, uruq qilib shu üzmay qo'yganlar bor, toza yug'ini ketadi. Uning uchun mijirtdan mushtaq uruqli bo'ldi-da. Anki urug'ini avilib, tarhamakni o'zini yemaydi. Shu urug'ini ertazda teriydiganchi. Uruqliq tarhamak debchi. Maxsus uruqliq uchun yemay qo'yganlar bor shundoq. Bizning vatanlarda shundoq. Biz kichik vaqtlarda yurtlarda o'ynag'il bo'lganda-chi. Etsizliklarda shundoq. Çoğun apıllarımız işte deptegen. Bunu yapılıqlar Uruq tarhamak bunu insanlar tatlı emas, o işte uruq tuş ketken. İnsanlar tatlı olmaydı. Şoň bunu herkes üzüp yürmänlarjymy, kepsizlik qılıp bizge deydigandy. Kepsiz. Üzüpmaydyk şoňa bizmi. Onu yapılıqlar üzülüp yapaqlar barmydy? Onu yapılıqlar kör qamsynjymy? Ýes tatlı olmagandan keyin onun üçin uruq üçin dep ap goýdyk açdyk.
Öyledim aklısı yaxşı buldu kendine. Japonca akılmaydı kendine. Ulan akıydı oldu mu? Akıydı ulan mı? Ne akılım? Bismillah. Kısa bir şey de dokturuyor ya. Kiwano degan meyvenin tanıştırışımız mana bir şey geçip olsun.